odamlarga ozor beradigan narsani yo'lda shakllantirgan odamga azob bo'ladi degan. Bular kimlar? Mana hozir esimda bori va hayotda uchraydigan narsalarni aytaman sizlarga. Uy quryatib, ko'chadan qo'shib oladiganlar. Bittasi. Rasululloh alayhisolom aytganlar, bundaylarga Alloh qiyomat kunida nazar ham solib qo'ymaydi deganlar. Hazar qilganidan, nafratlanganidan qarab ham qo'ymas ekan Alloh. Ko'chani qo'shib olganlar. Shunaqalar bo'lsa, ertadan usti olib kelib buzdirib, olib kiring devoringiz ichkariga. Qo'rqmang. Chiqimdan ham qo'rqmang, hech nimadan qo'rqmang. Buzamiz bugun. Ertadan usta keladi, devorni buzib olib kiramiz. Sababi o'zim bilaman, men dokumentda uyimiz 7,5, lekin amalda 11 sotik. Qatdan kelib qoldi 4 sotik. Layla tashib ketdi buni. Yo'q, biz qo'shib olganmiz. Buzing devorni, ko'chani kengaytirib qo'ying. Rishotka bilan o'rab oladigan shomdan keyingi boyitchalar paydo bo'lib qoldi. 3-4 so'm pul topgan odam bo'lib, darrov ko'chani o'radi. Chalaboy, zo'r bo'lsang, qo'shningni uyini pulga olib, 50 ming dollarga buzib, tekislab, agorod qilib o'rab ol, ana zo'ravon. Sen zo'rbassan, sen pastsan. Shuning uchun ko'chani o'rab olasan sen. Shu yerda siz o'tirgan bo'lsangiz, siz o'shanaqasiz. Kim bo'lsiz ham? Qudammisiz, akammisiz, qizig'i yo'q menga. O'zimmanmi, qizig'i yo'q. Men ko'chani o'ramayman. Chunki ko'chani o'rab olishga harom bu. Oldiring rishotkangizni. Olib tashing. Nima emish? Kiming bo'lsa kelaversin. Katta gapirma. O'sha rishotkanga o'tkazib qo'yamiz u, qonunan to'g'ri kelmaydi. Qonunan sen hech kim emassan sen. Kiming bo'lsang ham. Kimsan sen? deb olib qolasan.